Bugungi avzorimiz o'tgan safardagi videolarda aytganimizdek AceVizning ushbu kameralari haqida bo'ladi. Keling, ushbu kameradan boshlaylik. Xo'p, bu kameramiz AceVizdan 2 ko'zli S7 modeli bo'ladi. Bu kameramizning pastida va tepa qismida kameralar mavjud. Faqatgina qaratilgan burchakni videoga oladi. Ustki kamerasi esa xonani 360 gradusda harakat bo'lganda videoga olib turadi. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Masalan, pastki kamerada qaratilgan tomonga xonaga qanaqadir obyekt kirib keldi. Ustidagi kameramiz ushbu obyektni полностью 360 gradusda harakatini ortidan quvlab videoga olib turadi. Ya'ni obyekt xonadan chiqib ketmagunicha. Bu kameramizning eng zo'r funksiyalaridan biri edi. Keling, boshqa funksiyalarini qarab o'tamiz. Xo'p, birinchisi kameramiz odam harakati va har xil uy hayvon harakatlarini aniqlab telefoningizga уведомление jo'natadi va ularni har doim kuzatib turadi 360 gradusda. Ikkinchisi, bu ham juda zo'r funksiyalardan biri. Ya'ni ushbu kameramizga mana shunaqa belgi ko'rsatsangiz, shu kamera ulangan telefonga zvonok ketadi. Ya'ni telefon orqali gaplashish uchun. Bu yosh bolali oilalar uchun juda ham qulay. Yosh bolangiz kameraga kelib, xuddi shu simbolni ko'rsatsa, sizga telefon keladi telefoningizga. Yana bitta zo'r funksiyasi, kamerangizdan masofadan sleep mode funksiyasiga, ya'ni o'chirib qo'ysangiz bo'ladi, masofadan o'chirib yoqsangiz bo'ladi. Mana shu ikkita kamera ham, pastdagi kamera ham, ustidagi kamera ham videoga olish sifati 2K+ bo'ladi. Bu degani sizni yaxshigina sifatli video bilan ta'minlaydi. Xo'p, keling ushbu kameramizni ochib test qilib ko'ramiz, qanaqa funksiyalari bor va qanaqa ko'rsatadi. Boyagi mana shu funksiyani ham ko'ramiz.